Mana biz o'sha joyga keldik. Voy, katta zdaniya ekan, nima bo'lishiga juda ham qiziqib ketyapman. Yur kiramiz ichkariga. Ketdik. Nima deb o'ylaysan, nima bo'ladi? Ko'p gapirmasdan tezroq bo'la qol. Assalomu alaykum. Biz taqdimotga keldik. Kech qolmadingmi? Yangilikni eshitishga tayyormisizlar? Ha, tayyormiz. Bundan 5 yil avval tikuvchi va dizaynerlikni ko'pchilik oddiy hunar deb o'ylashardi. Bugun esa bu kasb minglab qizlarning orzusi va yangi hayotiga aylandi. 5 yil ichida 5000 dan ortiq o'quvchi Gigu Moda akademiyasida ta'lim oldi. Minglab qizlar hunarli bo'ldi, o'z ishini boshladi, brendini yaratdi, hayotini o'zgartirdi. 5 ta filial ochildi. Ta'lim yanada ko'proq qizlarga yetib bordi. Bu hali boshlanishi. Bu davrda biz minglab qizlar va ularning ota-onalari bilan ishladik. Ota-onalarning muammolari, savollari va ehtiyojlarini chuqur o'rgandik. Shu katta tajribamiz asosida millionlab ota-onalarimiz uchun muhim bo'lgan yangiligimizni taqdim etamiz. Men bu gaplarni o'ylab topganim yo'q. Menga bu gaplarni onalar har kuni aytishadi. Qizim telefondan bosh ko'tarmaydi. Kuni bekor o'tadi. Hech narsaga qiziqmaydi. Nima qilsam-kina? Hali yosh. Tarbiyasi buziladimi deb qo'rqaman. Kim bilan yuribdi, qayerda yuribdi bilmayman. Bolam foydali narsa o'rgansin desam, ishonchli joy topolmayman. O'zim ishlaganim sababli uzoqlik qiladi ko'p joylar. Olib bora olmayman. Qiz bola-ku, o'z qo'li bilan nimadir ish qila olish kerak. Ertaga o'z uyiga borganda kerak bo'ladi. Tikishi boshqa joyda o'rgatishadi, chizishi boshqa joyda o'rgatishadi. Bekorga vaqt ketadi, lekin natija ham bo'lmaydi. Qizim tortinaveradi, uyalaveradi. O'ziga ishongan, kuchli qiz bo'lishini xohlayman. Oyim menga har doim telefoningni qo'y deydi, lekin qo'ydim. Endi zerikib o'tiramanmi? Bir marta o'zimga kiyim tiksamda hamma ko'rib "Wow" desa, bilasizlarmi qanaqa bo'ladi? Otalarning savoli esa boshqacha bo'ladi. Ular bitta narsani so'rashadi. O'qish pulini to'larman, natija nima bo'ladi? Xo'sh, aytinglar-chi ota-onalar, bu savol va xavotirlar sizlarga ham tanishmi? Shu vaqtgacha Gigu Moda akademiyasida 11-15 yoshli o'smir qizlar ham, 16 yoshdan katta bo'lgan ayol qizlar ham ta'lim oldi. Natijalar juda ham yaxshi. 12 yoshli qizlarimiz o'ziga kiyim tikishni boshladi. O'zini garderobini qilishdi, podiumlarga chiqishdi. O'ziga ishonchi oshib, xulq-atvori yanada yaxshilandi. Katta yoshdagi o'quvchilarimiz esa o'z brendini ochib, mijoz topib, daromad qilishyapti. Lekin 18-25 yoshli qizni maqsadi umuman boshqa. 11-15 yoshli qizga bo'lsa, eng avvalo uni yoshiga mos muhit kerak. Chuqur tahlil qilib shuni ko'rdik. O'zbekistonda bunga ehtiyoj juda katta. Millionlab o'smir qizlar bor, lekin ularning uyiga yaqin kompleks va tizimli ta'lim beradigan joy yo'q. Hech qaysi joy bir vaqtda ham tikish, ham eskiz, ham moda va stil o'rgatmaydi. Bulardan tashqari qizlarimiz yomon odatlar va noto'g'ri yo'llarga kirib ketmasligi uchun xavfsiz, tarbiyali muhitli joylar deyarli kam. Biz esa bu imkoniyatni butun O'zbekiston bo'ylab yaratishni maqsad qildik. O'zbekistondagi har bir o'smir qiz o'z ichidagi ijodkorni kashf etishi va o'ziga bo'lgan ishonchi bilan hayotga qadam qo'yishiga imkoniyat yaratamiz. Yangi loyihamizni kutib oling. O'zbekistonda birinchi bor 11-15 yoshli qizlar uchun kompleks moda va dizayn o'quv markazi Gigusha. Asosiy maqsad O'zbekistonda 11-15 yoshli qizlarimizga moda va dizayn ta'limini qulay, xavfsiz va ilhomlantiruvchi muhitda o'rgatish. Shunda har bir qiz o'zidagi ijodkorlikni kashf eta oladi. Xo'sh, buni qanaqa qilib amalga oshirmoqchisizlar?
Birinchi ishimiz kompleks ta'lim orqali. Endi qizlar va ularning ota-onalari har bir yo'nalish uchun alohida kurslarga qatnab, ortiqcha vaqt va mablag' sarflashmaydi. Tikuvchilik, fashion eskiz, moda va stil hamda kiyim detallari va aksessuarlari dizayni barchasi bitta joyda o'rgatiladi. Ikkinchi ishimiz tizimli ta'lim. Yigushada ta'lim qizlarning ishtiyoqi oxirigacha saqlanadigan tarzda tashkil etilgan. Har bir qizning rivojlanishi noldan oxirigacha nazorat qilinadi. Maxsus ilova orqali ota-onalar o'quvchilar darslarga qatnashishi, natijalari va reytingini doimiy kuzatib boradi. Yaxshi natija ko'rsatganlar turli xil sovg'alar bilan rag'batlantiriladi. Uchinchi ishimiz muhit. Ustozlarni qat'iy saralash orqali ishga olamiz. Ular ham qadriyatli, ham zamonaviy fikrlaydigan mutaxassislar. Markazimiz xavfsiz muhitda joylashgan. Har bir bosqich yakunida imtihon olinadi va natijalar e'lon qilinadi. Shunga qarab, kuchli o'quvchilar shakllanadi va qizingiz ham ana shunday muhitda ta'lim oladi. Imtihonning maqsadi o'quvchilarni yanada kuchliroq qilish va rivojlantirish. To'rtinchi ishimiz individual yondashuv. Har bir qiz kasbiy va shaxsiy rivojlanishi bo'yicha alohida ishlaymiz. O'smirlik davridagi oila bilan munosabatlar, sog'lig'i, ko'chadagi muhit, o'zini tutishi va noto'g'ri yo'llarga kirib ketmasligi uchun muntazam mutaxassislar bilan master-klass va treninglar o'tkazamiz. Har oy ota-onalar qizi nimalarni o'rganganini, qanday natija qilgani va nimalar o'zgargani haqida to'liq hisobot beramiz. Beshinchi ishimiz Gigushani butun O'zbekiston bo'ylab rivojlantirish. 12 ta viloyat, tumanlar, maktab va mahallalar yaqinida ham ochamiz. Bu yo'lda katta niyat, katta harakatlarni boshlab yubordik. Juda zo'r. Lekin natija haqida gapiring. Farzandim borgandan keyin nima oladi? Keling, ko'rsataman. Gigushada qizlar 4 ta yo'nalish bo'yicha ta'lim olishadi. Tikish, fashion eskiz, moda va stil hamda kiyim detallari va aksessuarlar dizayni. O'quv dasturi 4 bosqichdan iborat. Har bir bosqichda qizlar quyidagi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishadi. Birinchi bosqich. Qizlar tikuvchilikning muhim asoslarini o'rganadi. Tikuv mashinasida ishlash, turli choklar va kiyimlar detallarini tikishni boshlaydi. Shu bilan birga fashion eskiz, moda va stil olamining ilk bilimlarini o'rganib, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Ikkinchi bosqich. Andazalar bilan ishlashni va ular yordamida oddiy kiyimlarni tikishni o'rganadi. Eskiz chizish ko'nikmalarini rivojlantirib, o'z g'oyalarini qog'ozga tushirishni boshlaydi. Uchinchi bosqich. Turli kiyimlarni mustaqil tikishni, kiyim detallari va aksessuarlarni moslashtirishni o'rganishadi. Shu bilan birga moda, rang va uslublarini o'rganib, o'z didini shakllantiradi. To'rtinchi bosqich. O'z g'oyalari asosida fashion loyihalarini yaratadi, portfolio tayyorlaydi va o'z ijodini namoyish qiladi. O'qish yakunida qizingiz o'z tikkan libosini podiumda namoyish qiladi. O'zi uchun kiyimlar tikishni boshlaydi va shaxsiy garderobini yaratadi. Tortinchoq qiz bo'lib kelgan bo'lsa, o'qish oxirida o'ziga ishongan va ijodkor qiz bo'lib chiqadi. Gigushani qanaqa bo'larkan juda qiziqib ketyapman. Eng qiziqarli joyga keldik. Qizlarimiz rivojlanishi uchun, mazza qilib kelishi uchun qanaqa muhit yaratganmiz? Birga ko'ramizmi? Qani ketdik. Xohlasa, O'zbekistonning har bir burchagida xuddi shunaqa Gigusha filiallarini ochamiz. Gigusha bu o'zgarish va rivojlanish, oddiylik va samimiylik, sifatli ta'lim, innovatsiya va natija. Yosh qizlarimiz uchun xavfsiz muhit. Bugun sizga shunchaki yangi o'quv markazini emas, katta orzu va maqsadni ko'rsatdik. Bugun birinchi qadamni tashlayapmiz. Ertaga esa minglab qizlarning hayoti o'zgarishiga sababchi bo'lamiz. Gigushaning birinchi filiali ochilyapti va qabul boshlandi. Agar siz ham qizingiz kelajagiga investitsiya qilishni xohlasangiz, ertagayoq Gigusha oilamizda kutib qolamiz. Gigushaning birinchi filiali Toshkent shahri Novzi metrosi yaqinida ochilmoqda va qabul boshlandi. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni joyingizni band qiling.